Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu sizni shok holatiga solishi mumkin. Lekin ayni paytda hayotingizni, mol-mulkingizni, eng muhimi xotirjamligingizni saqlab qolishga yordam beradi. Gaz hisoblagich tekshirildi. Juda katta jarima. Kvartirangizni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? deb nomlangan ushbu videoda biz aynan shu savollarga javob beramiz. Ushbu ma'lumot har bir uy egasi, har bir gaz iste'molchi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar siz ham gazdan foydalanuvchi bo'lsangiz, demak bu video siz uchun. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Ushbu videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki siz bilmagan bir detal tufayli million yoki hatto kvartirangizdan ayrilishingiz mumkin. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Ilgari bir necha yil oldin gaz hisoblagichlari bilan bog'liq qoidalar biroz yumshoqroq edi. Albatta, doimo qoidabuzarliklarga qarshi kurash olib borilgan, lekin nazorat darajasi va jarimalarning miqdori hozirgidek qat'iy emas edi. Ko'pchilik fuqarolar hisoblagichlarga turli yo'llar bilan ta'sir o'tkazishga harakat qilishgan. Magnit qo'yish, muhrlarni buzish, quvurlarga ruxsatsiz ulash kabi usullar keng tarqalgan edi. Ba'zilar buni shunchaki iqtisod qilish deb bilgan bo'lsa, boshqalar o'z xatti-harakatlarining og'ir oqibatlarini tushunishmagan. Gaz ta'minoti tashkilotlari ham ba'zan resurslarning cheklanganligi yoki texnologiyaning yetarli emasligi sababli bunday qoidabuzarliklarni to'liq nazorat qila olmas edi. Shuning uchun ko'plab iste'molchilar jarimasiz yoki kichik ogohlantirish bilan qutulib qolishgan holatlar ham yo'q emasdi. Ammo aziz do'stlar, bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Hukumat energiya resurslarining samaradorligini oshirish, o'g'irliklarning oldini olish va aholini barqaror gaz ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida qator qat'iy choralarni joriy qildi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu nazoratning kuchaytirilgani. Yangi texnologiyalarning joriy etilishi va jarimalarning keskin oshirilganidir. Zamonaviy gaz hisoblagichlari endi magnit ta'sirini yoki muhrning buzilganini avtomatik ravishda aniqlaydigan funksiyalarga ega. Bundan tashqari gaz ta'minoti korxonalarida masofadan turib nazorat qilish tizimlari joriy etilmoqda. Bu esa iste'molni doimiy ravishda kuzatish imkonini beradi. Qonunchilik ham qat'iylashdi. Endi gaz hisoblagichiga har qanday ruxsatsiz aralashuv nafaqat katta jarimalar, balki jinoiy javobgarlikka tortilishgacha olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlarning barchasi bitta maqsadga qaratilgan. Iste'mol madaniyatini oshirish va gaz o'g'irligiga to'liq barham berish. Shuning uchun avvalgi eshikdan o'tib ketar degan munosabat bugungi kunda juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Chunki jarima nafaqat katta miqdorda bo'ladi, balki oldingi davrlar uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Bu esa umumiy summani osmonlarga ko'tarib yuboradi. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kimga xavotirlanish shart emas? Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz shart? Eng avvalo, gaz hisoblagichiga har qanday ruxsatsiz aralashuv qonun buzilishi hisoblanadi. Bunga magnit qo'yish, muhrni buzish, hisoblagichni aylantirib qo'yish, ichki mexanizmiga zarar yetkazish, quvurga hisoblagichdan oldin ruxsatsiz ulanish, hisoblagichni shikastlash yoki uning tekshiruv muddatini o'tkazib yuborish kiradi. Har qanday holatda ham agar gaz ta'minoti xodimlari sizning hisoblagichingizda qoidabuzarlikni aniqlasa, sizni jiddiy jarimalar va jinoiy javobgarlik kutishi mumkin. Jarimalar hisoblagichning quvvatiga qarab eng yuqori iste'mol ko'rsatkichlarida. Hatto bir necha oydan bir yilgacha bo'lgan muddat uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Bu esa o'nlab, ba'zan yuzlab million so'mlik summalarni tashkil qilishi mumkin. Bu pullarni to'lash uchun ko'pchilik o'zining yagona uyini yoki boshqa mulkini sotishga majbur bo'ladi. Aslida kim xavotir olishi kerak? Birga magnit qo'yganlar yoki muhrni buzganlar. Agar siz yoki sizning oila a'zolaringiz hisoblagichga magnit qo'ygan bo'lsa yoki muhrni buzgan bo'lsa, hatto bu uzoq vaqt oldin bo'lsa ham juda jiddiy xavotir olishingiz kerak. Zamonaviy hisoblagichlar magnit ta'sirini saqlab qoladi va nazoratchilar buni darhol aniqlaydi. 2. Eski yoki shikastlangan hisoblagichlarga ega bo'lganlar, agar sizning hisoblagichingiz eskirgan, korpusi shikastlangan, shishasi singan bo'lsa va siz buni rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, bu ham qoidabuzarlik hisoblanadi. Sizning aybingiz bo'lmasa ham siz javobgar bo'lishingiz mumkin. 3. Tekshiruv muddatini o'tkazib yuborganlar. Asterisk har bir hisoblagichning belgilangan tekshiruv muddati bor. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz,
hisoblagich yaroqsiz hisoblanadi va sizga umumiy me'yorlar bo'yicha hisob-kitob qilinadi. 4. Asterisk ruxsatsiz ulanishlar mavjud bo'lganlar. Agar sizning uyingizda hisoblagichdan oldin quvurga ruxsatsiz ulanishlar bo'lsa, bu eng og'ir qoidabuzarliklardan biridir va jinoiy javobgarlikka tortilishga olib kelishi mumkin. 5. Asterisk gaz ta'minoti bildirishnomalari e'tiborsiz qoldirganlar. Agar sizga gaz kompaniyasidan hisoblagichni tekshirish, almashtirish yoki tekshiruvdan o'tkazish bo'yicha bildirishnomalar kelgan bo'lsa-yu, siz ularni e'tiborsiz qoldirgan bo'lsangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. 6. Ikkilamchi bozordan uy sotib olgan va oldingi egalarining qoidabuzarliklariga duch kelganlar. Bu juda nozik vaziyat. Agar siz uy sotib olganingizda oldingi egalar hisoblagichga aralashgan bo'lsa va bu holat sizga ma'lum bo'lmasa ham siz javobgar bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun uy sotib olayotganda hisoblagichni sinchkovlik bilan tekshirish juda muhim. Asterisk kimga xavotirlanish shart emas. Bik hisoblagichlari mukammal holatda bo'lganlar. Agar sizning hisoblagichingizning muhrlari butun bo'lsa, hech qanday shikastlanishlar bo'lmasa va tekshiruv muddati tugamagan bo'lsa. 2. Qoidalarga rioya qiluvchilar. Agar siz gaz uchun doimiy ravishda to'lovlarni amalga oshirsangiz, hisoblagichingizda nosozliklar yuzaga kelganda darhol tegishli xizmatga xabar bersangiz va tekshiruvchilarga to'siqsiz kirishni ta'minlasangiz. 30. Barcha hujjatlarni saqlovchilar. Hisoblagichni o'rnatish, tekshirish, almashtirish to'g'risidagi barcha rasmiy hujjatlarni saqlasangiz. Asas haqiqiy hayotdan misollar. Keling, ba'zi misollar orqali vaziyatning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsataylik. Misol 2. Shahzodning og'ir oqibatlari. Astir Shahzod Toshkent shahridagi kichik do'kon egasi. U do'kon isitish xarajatlarini kamaytirish maqsadida o'z gaz hisoblagichiga magnit qo'ygan. U buni anchadan beri taxminan 2 yil davomida har qishda qilardi. Bir kuni kutilmagan tekshiruv natijasida uning hisoblagichidagi magnit ta'siri aniqlandi. Gaz ta'minoti xodimlari barcha dalillarni yigib akt tuzishdi. Jarima hisob kitobi uning do'konida o'rnatilgan gaz asboblarining ikkita katta isitish qozoni va bir necha gaz plitasi maksimal quvvatiga asoslanib, so'nggi 6 oy uchun qayta hisoblandi. Bu davrga ko'paytma qo'llanildi. Natijada Shahzodga 2 million so'm jarima yozildi. Bu summa uning uchun juda katta edi. Chunki uning yig'ilgan jamg'armalar 1 million so'm edi. U jarimani to'lash uchun do'konni kreditga berishga va hatto mashinasini sotishga majbur bo'ldi. Bu jarayon uning biznesiga jiddiy putur yetkazdi va uzoq vaqt davomida moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. Uning aytishicha, bu iqtisod uning uchun juda qimmatga tushgan. Asterisk misol 2. Dilbar opaning bilmasdan tushgan muammosi. Qishloqda yashovchi keksa Dilbar opaning uyidagi gaz hisoblagichi ehtimol yoshiga yetib, mexanizmi sekin ishlay boshlagan. U bu haqda bilmas edi va hisoblagich hali ham ishlayapti deb o'ylardi. Bir kuni gazchilardan kelgan nazoratchilar hisoblagichning noto'g'ri ishlashini aniqlashdi. Muammo shundaki, Dilbar opa bu nosozlikni o'z vaqtida gaz ta'minoti xizmatiga bildirmagan edi. Natijada unga o'rnatilgan gaz asboblari pesha bitta plita quvvatidan kelib chiqib, oldingi 3 oy uchun to'liq iste'mol ko'rsatkichi bilan 20 million so'm miqdorida jarima hisoblandi. Keksa yoshli ayol uchun bu shok edi. U o'zining yagona tirikchilik manbai bo'lgan bo'g'idan olgan harakat qildi, ammo bu uning sog'ligiga va ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Uning jismoniy holati yomonlashdi va u uzoq vaqt davomida kasalliklar bilan kurashishga majbur bo'ldi. Asosiy misol Alisherning bilmagan aybi. Alisher Toshkent markazidan yangi kvartira sotib oldi. Sotuvchi unga kvartira toza ekanligini, hech qanday qarz yo'qligini aytdi. Lekin u gaz hisoblagichini tekshirishni unutmadi. Bir necha oydan so'ng Alisherga gaz ta'minoti xizmatidan chaqiruv keldi. Tekshiruv natijasida ma'lum bo'ldiki, hisoblagichning ichki muhriga ruxsatsiz aralashuv bo'lgan. Ko'rinishidan avvalgi egasi buni qilgan. Ammo bu holat sotilgandan keyin aniqlanganligi sababli javobgarlik yangi egasi Alisherga yuklatildi. Hisob-kitob oldingi 1 yil uchun amalga oshirildi va Alisherga 1 million so'mdan ortiq jarima yozildi. U buni to'lashdan bosh tortdi va sudga murojaat qildi. Sudda u oldingi egasining aybini isbotlashga harakat qildi. Ammo dalillar yetarli bo'lmadi. U o'z puliga kvartiraning eski egasi qoldirgan muammoni hal qilishga majbur bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, mulkni sotib olayotganda har bir detalni, ayniqsa kommunal xizmatlarning holatini sinchkovlik bilan tekshirish zarur. Astirish misol 4. Ko'p qavatli uyda kollektiv javobgarlik
Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida bitta podest aholisi uchun umumiy gaz quvuriga. Hisoblagichlardan oldin ruxsatsiz ulanish aniqlandi. Ulanishni kim amalga oshirgani noma'lum edi. Ammo bu ulanish orqali ancha miqdorda gaz noqonuniy ravishda iste'mol qilingan. Gaz ta'minoti xizmati aybdorni topa olmagani sababli umumiy zarar miqdori barcha podest aholisi o'rtasida taqsimlandi. Har bir oila o'rtacha 5-7 million so'mdan jarima to'lashga majbur bo'ldi. Bu holat qo'shnilar o'rtasida katta noroziliklarga va janjallarga sabab bo'ldi. Har bir oila o'z hissasini to'lashga majbur bo'ldi. Garchi ular o'zlari hech qanday qoidabuzarlik qilmagan bo'lsalar ham. Asosiy qismi 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Albatta, har qanday qoida va qonunchilikda istisnolar va tushunarsiz vaziyatlar bo'lishi mumkin. Keling, bu nuanslarni ko'rib chiqaylik. Ochiq istisnolar. 1. Astarish tabiiy sabablarga ko'ra shikastlanish. Agar hisoblagich tabiiy ofat, suv toshqini, zilzila, baxtsiz hodisa, masalan, ta'mirlash ishlarida quvurning tasodifan shikastlanishi yoki zavod nuqsoni tufayli shikastlangan bo'lsa va siz bu haqda darhol gaz ta'minoti xizmatiga xabar bergan bo'lsangiz, jarima qo'llanilmasligi mumkin. Bunday hollarda siz shikastlanishning sababini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, qo'shnilarning guvohligi, rasmiy aktlar taqdim etishingiz kerak. Gaz ta'minoti xizmati o'z hisobidan hisoblagichni almashtirishi kerak. 2. Hisoblagichning o'zidan ishlashdan to'xtashi va zudlik bilan xabar berish. Agar hisoblagichning ishlash muddatdan o'tib ketganligi sababli o'z-o'zidan to'xtagan bo'lsa yoki u sekin ishlashni boshlagan bo'lsa va siz buni sezishingiz bilan darhol gaz ta'minoti xizmatiga rasmiy ravishda xabar bergan bo'lsangiz, jarima qo'llanilmaydi. Buning o'rniga sizga vaqtinchalik normalar bo'yicha hisob-kitob qilinadi va hisoblagich almashtiriladi. Asosiysi kechiktirmasdan xabar berish va buni yozma ariza orqali amalga oshirish. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. 1. Rasmiy bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'pchilik qog'oz deb o'ylab, gaz ta'minoti xizmatidan kelgan bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldiradi. Bu katta xato. Agar sizga hisoblagichni tekshirish, almashtirish yoki nosozlikni bartaraf etish bo'yicha rasmiy bildirishnoma kelgan bo'lsa, uni darhol ijro eting. Keyinchalik sizning harakatsizligingiz aybni kuchaytiruvchi omil sifatida baholanishi mumkin. 2. Norasmiy ustalar va firibgarlar. Ba'zi ustalar hisoblagichni to'g'rilash yoki qayta sozlash xizmatini taklif qiladi. Ularning xizmatlaridan foydalanmang. Bu firibgarlikdir va hisoblagichga ruxsatsiz aralashuv bo'lib, sizni jarimaga tortilishga olib keladi. Faqat gaz ta'minoti korxonasi vakolati berilgan mutaxassislarga murojaat qiling. 3. Yangi mulkni sotib olayotganda hisoblagich holatini tekshirmaslik. Yuqoridagi Alishar misolida ko'rganimizdek, agar siz yangi uy yoki kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, oldingi egasining gaz hisoblagichi bilan bog'liq muammolarni meros qilib olishingiz mumkin. Savdo-sotiq shartnomasini imzolashdan oldin gaz ta'minoti xizmatidan hisoblagichning holati va qarzlar yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma talab qiling. 4. Huquqlaringizni bilmaslik. Gaz ta'minoti xodimlari ba'zan o'z vakolatlarini oshirib yuborishi yoki sizga noto'g'ri ma'lumot berishi mumkin. Shuning uchun qonunlarni va o'z huquqlaringizni bilish juda muhim. Barcha harakatlarni hujjatlashtirish va shubhali holatlarda huquqshunosga murojaat qilishdan tortinmang. Noaniq nuanslar. 1. Jarima hisoblash metodikasi bu eng o'riqli nuqtalardan biri. Jarimalar ko'pincha hisoblagichning nominal quvvatiga va 24 soatlik uzluksiz ishlash rejimiga asoslanib hisoblanadi. Ya'ni hisoblagichning maksimal imkoniyatlari hisobga olinadi, sizning real iste'molingiz emas. Masalan, agar sizning isitish qozoningiz bugun kub metr gazni 1 soatda iste'mol qilsa, jarima hisoblaganda u bir kun davomida 2 kub metr, bir oyda esa 700-200 kub metr gaz iste'mol qilgan deb hisoblanishi mumkin. Bu summani osmonlarga ko'tarib yuboradi. Bundan tashqari, bunday hisoblashga maxsus ko'paytmalar ham qo'llaniladi. Bu esa umumiy summani yanada oshiradi. 2. Asraf dalillash yuki. Ko'p hollarda agar muhr buzilgan yoki ichki mexanizmga zarar yetgan bo'lsa, sizning aybsizligingizni isbotlash yuki iste'molchining zimmasiga tushadi. Ya'ni siz hisoblagichga aralashmaganingizni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bu esa juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni saqlash, fotosuratlar olish va guvohlarga ega bo'lish muhimdir. 3. Rasmiy tekshiruv guvohnomalari. Asterisk. Hisoblagich har 8 yilda bir marta modeliga qarab davlat tekshiruvidan o'tkazilishi shart.
ushbu tekshiruvning rasmiy guvohnomasi yoki akti sizda bo'lishi kerak. Agar muddati o'tib ketgan bo'lsa, sizning hisoblagichingiz yaroqsiz hisoblanadi va uning ko'rsatkichlari inobatga olinmaydi. 4. Inson faktori va korrupsiya. Afsuski, ba'zida inspektorlar tomonidan noto'g'ri ayblovlar yoki korrupsion harakatlar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizga adolatsiz ayblov qo'yilsa, aktga rozimasman deb yozing va imzo chekmang. Mustaqil ekspertiza o'tkazishni talab qiling va yurist maslahatini oling. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz, qanday qilib o'zingizni himoya qilish va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish. Quyidagi aniq qadamlarga rioya qiling. Asl hisoblagichni zudlik bilan vizual tekshiring. Asrish muhrlar. Asrish hisoblagich korpusdagi va unga ulangan g'uvurlardagi muhrlarning butunligini diqqat bilan tekshiring. Muhrlar simlar bilan biriktirilgan bo'lishi va buzilmagan ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Har qanday yoriq, teshik yoki simning uzilganligini aniqlang. Korpus, hisoblagich korpusida yoriqlar, chuqurchalar, mexanik shikastlanishlar yoki g'ayritabiiy rang o'zgarishlari, masalan, magnit ta'siridan rang o'zgarishi mumkin. Yo'qligiga ishonch hosil qiling. Asish magnit izlari hisoblagich ustida yoki uning atrofida magnit qo'yishdan qolgan izlar, tirnalgan joylar, yaltiroq dog'lar yo'qligini tekshiring. Ba'zi zamonaviy hisoblagichlarda magnit ta'sirini aniqlaydigan indikator mavjud. Uning holatiga e'tibor bering. Aslish ruxsatsiz ulanishlar. Aslish gaz quvuriga hisoblagichdan oldin hech qanday qo'shimcha quvur yoki shlang ulangan emasligini tekshiring. Bu eng jiddiy qoidabuzarliklardan biridir. Aslish 2. Hisoblagichning tekshiruv muddatini aniqlang. Har bir gaz hisoblagichida tekshiruv muddati ko'rsatilgan. Bu muddat odatda hisoblagichning pasportida yoki uning korpusidagi kichik bir yorliqda yoziladi. Odatda bu 4 yildan 8 yilgacha bo'ladi. Agar tekshiruv muddati tugagan bo'lsa, hisoblagich yaroqsiz deb hisoblanadi va uning ko'rsatkichlari inobatga olinmaydi. Bu holatda sizga yuqori tariflar bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Atsariski 3. Agar muammo aniqlansa, shikastlanish muddati tugash, o'zingiz tuzatishga urinmang. Bu holatni yanada yomonlashtiradi va jarima sabab bo'lishi mumkin. Zudlik bilan harakat qiling. Aslish mahalliy hudud gaz ta'minot korxonasiga yoki hududingizdagi tegishli gaz xizmatiga murojaat qiling. Telefon orqali emas, balki shaxsan borib murojaat qilish afzal. Rasmiy ariza yozing. Ikkita nusxada yozma ariza zaявление tayyorlang. Arizada muammoning mohiyatini, masalan, gaz hisoblagichining muhrlari shikastlangan yoki tekshiruv muddati tugagan, aniq va ravshan qilib bayon eting. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Arizaning bir nusxasini gaz ta'minoti xizmatining qabul bo'limiga topshiring. Ulardan ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqidagi shtampni va imzoni sana bilan qo'ydirishni talab qiling. Bu sizning muammo haqida rasmiy ravishda xabar berganingizni tasdiqlovchi yagona dalil bo'ladi. Rasmiy tekshiruvni talab qiling. Arizangizda hisoblagichni rasmiy tekshirish, texnik holatini baholash va kerak bo'lsa, almashtirish yoki tekshiruvdan o'tkazishni so'rang. Siz barcha harakatlarni hujjatlashtiring. Agar imkon bo'lsa, shikastlanishning fotosuratlari va videolarini oling. Gaz xizmati xodimlari kelganda ularning xizmat guvohnomalarini tekshiring va agar ular biron bir harakatni amalga oshirsalar, bu jarayonni ham fotosuratga oling yoki videoga tushiring. Ularning ism shariflarini yozib oling. Dard. Agar siz qoidabuzarlikda ayblansangiz yoki jarimaga tortilsangiz, vahimaga tushmang. Xotirjamlikni saqlang va shoshilinch xulosa chiqarmang. Hech qanday hujjatni o'qimasdan imzolamang. Astros gaz xizmati xodimlari sizga akt yoki boshqa hujjatni imzolashni taklif qilsalar, uni diqqat bilan o'qing. Har bir so'zni tushunib oling. Astros rasmiy tekshiruv aktini talab qiling. Sizga qoidabuzarlik aniqlanganligi to'g'risida rasmiy akt tuzilgan bo'lishi kerak. Bu aktning nusxasini va har qanday ekspert xulosasining nusxasini talab qiling. Agar rozi bo'lmasangiz, buni bildiring. Agar siz qo'yilgan ayblovga rozi bo'lmasangiz, aktda qo'yilgan ayblovga rozi emasman yoki shunga o'xshash buni yozib, so'ngra imzo cheking. Bu sizning keyinchalik sudda o'z haqqingizni himoya qilish uchun asos bo'ladi. Asterix zudlik bilan huquqshunosga murojaat qiling. Bu eng muhim qadam. Mutaxassis sizning vaziyatingizni to'g'ri baholaydi. Jarimalarning qonuniyligini tekshiradi va himoya strategiyasini ishlab chiqadi. Ko'pincha gaz ta'minoti korxonalari tomonidan jarima miqdorini hisoblashda xatolar yoki qonun buzilishlar bo'lishi mumkin. Sudda himoya qilishga tayyorlaning. Agar muammo hal bo'lmasa, sudda o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor bo'ling.
Buning uchun barcha dalillarni, fotosuratlar, videolar, oldingi to'lov-cheklar, guvohliklar to'plang. Asterisk 5 profilaktik choralar. Asterisk to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. Asterisk qarzdorlikning yo'qligi sizning intizomli iste'molchi ekanligingizni ko'rsatadi. Inspektorlarga kirishga ruxsat bering. Gaz ta'minoti xodimlari kelganida ularning xizmat guvohnomasini tekshirib, hisoblagichni tekshirishga ruxsat bering. Ular tekshiruvni amalga oshirayotganda yonlarida bo'ling. Barcha hujjatlarni saqlang. Gaz hisoblagichini o'rnatish, tekshirish, almashtirish, to'lovlar va boshqa tegishli barcha hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik muammo yuzaga kelganda sizning haqqingizni isbotlovchi asosiy dalillar bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz gaz hisoblagichlari bilan bog'liq juda muhim va xavfli mavzuni batafsil ko'rib chiqdik. Esda tuting, gaz hisoblagichiga har qanday ruxsatsiz aralashuv, hatto arzimas tuyulsa ham, sizni katta moliyaviy muammolarga, ba'zan esa jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Kvartirangizni yo'qotmaslik uchun faqatgina bitta yo'l bor. Qonunga rioya qilish, hushyor bo'lish va o'z huquqlaringizni bilishdir. Hech qanday vaziyatda tavakkal qilmang. Chunki bu iqtisodning narxi juda yuqori bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi va sizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishga yordam beradi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda sizning hayotingizni yengillashtiradigan va muhim ma'lumotlar bilan boyitadigan ko'plab foydali videolar chiqadi. Salomat bo'ling va xotirjam yashang.